Izzatullo Ergashev degan birodarimiz qabr haqida ham tushuncha berib keting. Qabrda bo'ladigan savol-javoblar va u yerdagi holatlar haqida. Oldindan rahmat, Alloh rozi bo'lsin deb. Alloh hammalarimizdan rozi bo'lsin. Qabr haqida tushuncha berilmaydi, xabar beriladi. Chunki qabr deyotgani mug'oyibot ish. Bitta narsani ajrataylik. Inson his qilib, ko'rib, u haqida fikr yurgizadigan narsalar haqida tushuncha beriladi. Yuqorida aytganimiz haligi tabib haqida tushuncha bering desa, tabibni his qilib turib, u haqida bo'layotgan, uni qilayotgan ishlarini ustida tushuncha bildiramiz. Endi islomda mug'oyibot degan narsalar bor. Allohning zoti biz uchun mug'oyibot, bilmaymiz. Qiyomat kuni hech kimimiz qiyomatga borib kelmaganmiz. Faqat bu haqida xabarlar bor. Xabarni yo tasdiqlaydi inson yo inkor qiladi. Tasdiqlasa mu'min bo'ladi, inkor qilsa kofir bo'ladi. Jannat, do'zax, bo'lmasam payg'ambarlarda payg'ambarligi, eski avvalgi o'tib ketgan kitoblarda Allohdan nozil bo'lganligi, mana bu narsalar hammasi mug'oyibot narsa. Mug'oyibot haqida tushuncha yurgizilmaydi, u haqida tushuncha berilmaydi. U haqida xabar beriladi. Xabar qat'iy bo'lsa tasdiqlanadi, xabar qat'iy bo'lmasdan zonni bo'ladigan bo'lsa, tasdiqlash, tasdiqlamaslikda insonda ixtiyor qoladi. Qabr xuddi shunaqangi mug'oyibot bo'lgan ish, ya'ni qabrning ichida bo'layotgan ishni faqat vahiy xabar beradi. Bu vahiyda kelgan xabarni yo tasdiqlaysiz, qat'iy tasdiq bo'lsa, tasdiqlamasangiz kofir bo'lasiz. Agar xabar kelgan bo'lsa-yu, xabar gumonli xabar bo'lsa, ya'ni unda aytayotgan narsa ochiq oydin narsa emas, ikki xillikni ko'rsatib turadigan narsa bo'lsa, o'sha ko'rsatgan ikki xilligidan qaysi birini tasdiqlasangiz ham kofir bo'lmaysiz. Qabrda bo'ladigan ishlar shunaqa. Qabrda hisob-kitob qanaqa bo'ladi desangiz, o'zi qabrda ochiq manaqa degan hisob-kitob bo'ladi degan qat'iy xabar yo'q. Lekin qat'iy emas bo'lgan shunaqangi bir turli xabarlar, hatto buni orasida shunaqangi yolg'on xabarlar ham bor. Yolg'on xabarlardan bittasi qabrga tushganingni qaysi mazhabdansan deb so'raydi degan xabar bor, o'sha yolg'on xabar. Nimaga desa, o'zi mazhab degan tushuncha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bir 100 yildan keyin paydo bo'lgan tushuncha. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabr ichida bo'layotgan ishlarda xabarini berishlikka yolg'iz vakolat egasi bo'lgan, Allohdan vahiy olib tushadigan payg'ambar. Undan boshqasini aytayotgan gap deb e'tibor qilinmaydi. Chunki vahiyni payg'ambarlargina Allohdan deb gapiradi. Chunki ularga vahiy bo'ladi. Hatto uni sahobalar aytsa ham, vahiy tushdimi sizga deyiladi. Yo'q, endi men shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayapman desa, bekor aytibsiz deb turib gapini olmasdan o'tib ketilaveradi. Nima esa vahiy bilan aytiladigan gapni faqat vahiyda egasi gapiradi. Vahiyda aytadigan zot Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Agar shu odamning og'zidan chiqqan gap qat'iy gap bo'lsa, mana shu gapga e'tiqod qilmagan odam kofir bo'ladi. Ya'ni aniq vahiyda aytayapti mana shu odam degan qat'iylikni eshitganingizdan keyin so'zsiz iymon keltirasiz. Lekin unaqa qat'iy hadislari yo'q. Ya'ni qabrda palon narsani so'raydi, pismadon narsani so'ramaydi degan keyingilarda to'qigan narsalar. Mazhabing qaysi deb so'raydi, Imom Azamdan deyishing kerak, boshqa degan ahmoqona gaplar keyin o'ylab topilgan gaplar. Qabrda unaqa savol hisoblar bo'lmaydi. Endi boshqa hisob-kitob, ya'ni qabrda o'zida hisob-kitob bo'lishligi haqida ulamolar ikki xil fikr bildirgan. Bir qismi qiyomatda hisob bo'ladi, chunki Alloh taolo oyatlarida ochiq qiyomat kunida kofirlar turib hisob berish haqida qat'iy oyatlar bor degan. Qiyomatdan oldin yana alohida bitta hisob bo'lmaydi degan. Ba'zilar zonni hadislarda olib turib nima deydi desa, qabrga kirgandan keyin undan Robbing kim, qaysi dindasan degan hisoblar bo'ladi. Agar to'g'ri javob bersa, jannat debochalaridan bittasi ochiladi-da, shu jannatda hidini hidlab yotadi degan ma'noda hadis bor. Aksincha bo'ladigan bo'lsa, do'zaxdan tuynigi ochiladi deb. Lekin bu hadislar qat'iy hadislar emas. Shuning uchun bu qabrda bo'ladigan hisoblar haqida nimaga olimlar juda ham kam gapirishgan desa, ma'lumotlar qat'iy bo'lmaganligi uchun juda ham kam gapirgan. Endi aynan xuddi shu mavzuda Qur'oni Karimda yuzlagan oyatlar bor. Qiyomat kunida hisob-kitob bo'ladi degan. Ya'ni bunga shak shubha yo'q. Birorta olim
yo'q u kuni bo'lmaydi degan narsani aytmagan, aniq bo'ladi. O'sha bo'ladigan kunga tayyorlaninglar deb har doim o'sha hisob-kitobda aytayotganda, shu kun kelib qolishidan avval tayyorgarligingni ko'r degan chaqirgan bo'ladi. Shuning uchun Alloh taoloning gapiga kirib, Allohning huzurida bo'ladigan hisob-kitobdan oldin tayyorgarlikni ko'rishligimiz farz. Chunki qabrga tushmay qolishingiz ham mumkin. To'g'risi, hamma qabrda yotmaydi. Kimdir bir hayvon yeb ketadi, kimdir birov o't qo'yib yuboradi bir joyda, boshqa bo'ladi. Ya'ni har doim ham hamma qabrga tushmaydi. Tushmay qoladiganlar ham bo'lishi mumkin. Lekin oxiratdagi hisob-kitobdan qochib ketadigan odam bormi desa, yo'q, unaqa odam yo'q. Aniq qiyomatda boradi, aniq hisob bo'ladi. Bu haqida oyatlar ham qat'iy, hech qanaqangi zon yo'q. Bu haqida birorta ulamo ham shubha qilmagan ham, bir-biri bilan talashib tortishmagan. Shuning uchun shunaqa qat'iy masalalarda qattiq turishlik kerak. Zonni masalalarda o'ziga yarasha zonni masalani ishonsangiz tasdiqlab qo'yasiz. Kofir ham bo'lib qolmaysiz, aybdor ham bo'lib qolmaysiz.